eriga mehr bersa, farzandlariga mehr bersa, erini ota-onasiga mehr bersagina, o'shandagina o'zini topa oladi. O'shandagina o'zini ildizini topadi, o'zini ildizini yondashtiradi shu hayotda yeriga. Yeri ichida ayol kishini ildizi qancha ko'proq yondashsa, shuncha ayol kishi kuchli toifaga aylanadi. Bu har bir etapni o'zini yondashish nimasi bor. Demoqchimanki, bu yoshligimizdan kelib chiqqan holda keyinchalik hayotiy tajribada ham xuddi shu narsani bizdan kutiladi. O'tdi ketdi, ayol kishi mehr berdi-yu, o'tdi emas. Bu hamma narsa ko'rinadi. Ertaga farzandli katta bo'lganda, oldiga qo'ygan maqsadga erishganda, bir katta inson bo'lganda, shu hamma narsani hosili ko'rinadi.